Toza va ozoda shahar, chiqindilarsiz mahallalar, o'zidan hech qanday nojo'ya, zaharli is chiqarmayotgan chiqindi tashlash maydonchalari. So'nggi yillarda bu borada qator namunali ishlarni kuzatib boryapmiz. Albatta, bularning barchasida Toshkent shahar maxsus trans ishlab chiqarish boshqarmasi davlat unitar korxonasining ham o'rni sezilarli darajada. Shahrimizda faoliyat yuritayotgan har bir bo'limlarda ham ish qaynoq. Sizga Mirzo Ulug'bek maxsus trans avtotransport filialining birinchi yildagi mehnat jarayonini taqdim etamiz. Erta tongdan filialning 111 nafar ishchi xodimlari o'z ishlariga shaylanar ekan, haydovchilarning salomatlik darajasi tekshirib bo'lingandan so'ng maxsus mashinalarning sozligi nazoratdan o'tadi. Ma'lumot o'rnida Mirzo Ulug'bek maxsus trans avtotransport filiali tumanning jami 28 ta mahallasida istiqomat qiluvchi 110.303 nafar aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Yana shuni aytish lozim, filialda xodimlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Haydovchilar ham barcha imkoniyatlardan foydalangan holda tibbiy ko'rikdan so'ng yaxshi kayfiyat bilan o'z manzillari tomon aholiga xizmat ko'rsatish uchun yo'l oladi. Yana bir muhim eslatma, ushbu filialda aholi bilan ishlash namunali yo'lga qo'yilgan. Bu manzilda foydalanuvchilar hech qanday navbatsiz, ortiqcha ovoragarchiliklarsiz to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Video oxirida fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting.